Bugun men sizlarga qishloq xo'jaligida juda ham foydali bo'lgan mana bu ajoyib samolyotimni sizlarga tanishtirib ko'rsataman. Bu samolyotimiz ham mana shunday pult bilan jihozlangan. Buning vazifalari juda ham ko'p. Yong'in bo'layotgan joylarni, odam ko'rib yurib bo'lmaydigan joylarni bu bilan kuzatib yurish mumkin. Bu yerda kamerasi ham mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Hozir sizlarga buni ishlatib ko'rsataman. Mana bu dum qismlari, burish qismi. Bu esa qanotlari, katta qanot qismi. Ular ham to'liq ishlaydi. Asosiy motorni ishlatamiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ham tortib kuchli. Kameralari ham mana buriladi. Tez orada buni ham o'chirib ko'rsataman. Buning uchun kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib, buni kuzatib boring. Qolgan samolyotlarimizni ham tez orada o'chiramiz. Obuna bo'lib, videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang.